Salom alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan IDC test kitobidan 5-mavzu qoldiqli bo'lish hamda oxirgi raqam mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, bugun bolalar birinchi test mavzularni ko'rib chiqar ekanmiz, ya'ni birinchi test misollarni ko'ramiz. Endi birinchi misolda aytayapti bizga 400 sonini 18 ga bo'lganda holat toping deyapti. Oddiygina 418 ga bo'lib, qolgan sonlar qo'ysam bo'ladi. Ya'ni 400 ni 18 ga. Qanaqa? Qoldiqli bo'lish hisoblayotganda 400 bilan 18 qisqartirsam bo'ladi. Misol 2 ga qisqartirib olsak bo'ladimi? 289 deb qisqartirish mumkin emas. Tushundingmi? Shunchaki 418 ga bo'lishimiz kerak. 40 ichida 18, ikkitadan 36, 4, yana 40 tushadi. Yana ikkitadan 36, 4 qoldi. 4 qoldi bo'lar ekanda. Demak, A javob bo'lgan. Xo'p, ikkinchi misol. Qanday sonni 17 ga bo'lganda bo'linma 16 qoldir 15 ga teng bo'ladi deyapti. Qarang, qanaqadir bitta sonni 17 ga bo'lganda bo'linma 16 qolib, qoldiqcha 15 qoldi. To'g'ri, shunaqa yoziladi. Endi mana bu A sonini topishimiz uchun 17 bilan 16 bir-biriga ko'payadi, 15 ga qo'shiladi. Shuni hisoblasam bo'ldi. Ya'ni A ni topishimiz uchun 17 ni 16 ga ko'paytirib 15 ga qo'shamiz. Demak, 17 kira 16 256 272 bo'lar ekan. 10 ga 15 qo'shsam 287 bo'lar ekan. Demak, 287 B javob ekan. Endi bola aytayapti mana, ko'paytmani 11 ga bo'lganda holat toping deyapti-da. Mana buni ko'paytma yozib beryapti bizga. 12, 17, 23 va 37. Shuni 11 ga. Bo'lganda holat hisoblash uchun bolalar har birini ko'paytirib chiqsang shart emas bir-biriga. Shunchaki har bittasini bo'lganimizda qoldiqlar hisoblab chiqsam bo'ldi. Ya'ni misol uchun 12 ni 11 ga bo'lganimizda qoldiq 1, 17 ni 11 ga bo'lsam qoldiq 6, 23 ni 11 ga bo'lsak ikkitadan bo'ladi, yana bir qoldiq qoladi. 37 ni 11 ga bo'lsam 33 bo'lsa 4 qoldi. Shu ko'paytmani yana 11 ga bo'lganda holat hisoblaymiz. 24 bo'lyaptimi? Demak, 24 ni 11 ga bo'ladigan bo'lsa, ikkitadan bo'lib qoldig'i 2 qoldiq qoladi. Shunda 3 ta javobi A javobi. Xo'p, 4-misol. Sonni 9 ga bo'lganda bo'linma va qoldiq bir xil bo'ladi. Bunday sonlarning eng kattasini toping deyapti. Qarang. Sonni 9 ga bo'lish kerak ekanda, bo'linma bilan qoldiq bir xil bo'lish kerak ekan. Bunday sonni eng kattasini toping deyapti. Eng katta bo'lish uchun qoldiqda eng kattasi necha bo'lishi mumkin o'zi? 9 ga bo'lganda 8 qoldiq qolishi mumkin, to'g'ri? Maksimum 8 qoldiq qolishi mumkin. Shunda qoldiq 8 bo'lsa, bo'linma ham 8 bo'ladimi? Nechaga bo'lyapti deb. Mana bo'linma ham 8 chiqdi, qoldiq ham 8 chiqdi. Qaysi sonni topishimiz uchun mana A sonini 9 ga bo'lganimizda bo'linma 8, qoldiq ham 8. Yana buni qo'yaychi. 9 ga 8 ko'paytiramiz, bu 8 qo'shiladi. 72 ga 8 qo'shsam 80 ekan demak. Demak, to'g'riga C javob bo'lar ekan. Xo'p, keyingi misollar. So'tin 5-misolda. 5 xonali mana son 11 ga qoldiqsiz bo'linadi debdi. Bu son 8 ga bo'lganda qoldiq topib bering debdi. Mana bunaqa son yozib beryapti. 2, 5, 3, 1 A qilib ustiga chizib qo'ysa, bu 5 xonali son ekanda. Shu 11 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Endi semiz 11 ga bo'linish qoidasi qanaqa edi o'zi? Da to'q o'rinda turgan sonlarni qo'shib chiqsam, 2 plus 3 plus A bo'lyapti. A plus 5 chiqadi. Keyin juft o'rindagi sonlarni qo'shasiz. 6. Ikkalasi ayirmasi necha bo'lishi kerak edi? 0 bo'lishi kerak. Shuni topamiz shuni. A qo'shilgan 5 dan 6 ni ayirib tashlasak 0 bo'lishi kerak ekan. Shunda A teng 1 ekanda. Endi shu son yoza olamiz mana. 25311 sonini necha bo'lganda qoldiq? 8 ga. 8 ga bo'lganda qoldiq. O'zi 8 ga bo'linish qoidasi qanaqa edi? Oxirgi 3 ta raqami 8 ga bo'linishi kerak. Shunda mana bunaqa yozsamda 25308 ga bo'linadi. To'g'rimi? Men bilganim 240 bo'linadi. Menga kelib fikr kelgan 240 to'g'ri 8 ga bo'linadi, 30 bo'ladi. Xo'p, 240 bo'lsa 311 bo'lishdan qancha qolib ketdi? 71 qoldimi? To'g'ri 8. Mana bu son to'g'ri 8 ga bo'linadi. Biz faqat 71 ni 8 ga bo'lsak bo'ldi. 71 ni ichida 8, 8 tadan bor, 64 qoldig'icha 7 qoldi.
Yetti qoldiq bormi? D javob. 211 8 bo'lib ko'chamiz chiqadi. Oxirgi uchtasimi? Dedi, shunaqa qilsa bo'ladi. Nimaga unaqa bo'lgan? Otabek qarang, 311 mandan ajratib olasan-da sen 25 ming deysanlargina plus 311 ekan. 25 ming 8 ga bo'linadi. Oxirgi uchta 0-ku o'shancha. Xo'p, 6 da nima deyapti? 999 ning 999-ni oxirgi raqamini toping. Ya'ni 999-ni 999-si. Biz 9'ni birinchi necha bilan tugardi? 9 kvadratchi 81 edi. Ko'pichi 729. Ha, oxirdagi raqamni har ikkitada qaytib kelaveradi. Endi qoidachi, agar darajasi 90 bo'lsa 9 bilan tugaydi, 90 bo'lsa 1 bilan tugaydi. Endi 999 qanaqa son? 90 da, to'g'rimi? Demak 9 bilan tugaydi. Ya'ni 90 bo'lsa 9, 90 bo'lsa 1 bo'ladi. 9 degan javob demak D javob kelgan. Demak, keyingisi 7-misolga o'tamiz. Xo'p, 7-misolda nima deyapti ekan? Ikkita sonni 11 ga bo'lganda 3 va 4 qoldiqlar qoldi. Bu sonlar kvadratlar yig'indisini 11 ga bo'lganda qolib toping deyapti. Eng osoni qani? 11 ga bo'lganda 3 qoldiq qoladigan son qaysi bo'ladi? 14 bo'ladi. Birinchisi, to'g'rimi? Undan ham oldin mana 3 degan sonni o'zi bo'ladi. Undan ham oldin 3 degan sonni o'zi bo'ladi. Xo'p. Keyingisi 11 ga bo'lganda 4 qoldiq qoladigan son. 4 o'zi bo'ladi. Chunki mana sonni o'zidan katta songa bo'lishlari shu sonni o'zi qolib qoladi. Ya'ni 3 da 11 ga bo'lsam 4 qoldiq qoladi, 3 qoldiq qoladi. 11 ga bo'lsa 4 qoldiq qoladi. Nima ketmayapti? Yo'q, to'tagin-da. Demak, 7-misolda qaringiz bo'ladi. Ikkita son bor ekan. Shu 11 ga bo'lganda mos ravishda birinchisi 3, ikkinchisi 4 qolib qolyapti ekanda. Endi aytayapti bizga, shu sonlar kvadratlar yig'indisini 11 ga bo'lganda qolib solib bering deb. 11 ga bo'lganda 3 qolib qoladigan sonni o'zi 3 ta o'zi bo'ladi. Ya'ni birinchisi 3 ta o'zi bo'ladi. Ikkinchisi 4 ga 11 ga bo'lganda 4 qolib qoladigan sonni o'zi bu 4. Endi aytayapti, shular kvadratlar yig'indisi 11 ga bo'lganda qolib solmasimiz kerak. Ya'ni kvadratlar yig'indisini 3 ning kvadrati plus 4 ning kvadratini 11 ga bo'lamiz. 9 16 11. Demak, 25 ni 11 ga bo'lsam 22 bo'ladi. 3 qolib qoladi. Xo'p. Endi nima deyapti? Sonning oxirgi raqamini topib bering. Mana bunaqa deydi. 2 darajasida 2222 sonini oxirgi raqamini topishimiz kerak ekanda, bu uchun 2 ni takrorlanish davrini bilishimiz kerak. 2 birinchisi 2 edi, kvadratchi 4, kubi 8, to'rtinchisi 16 edi va 2 ni 5-inchisi 32 bo'ladi, tamom 2 qaytib qoladi. Ya'ni 2 ni takrorlanish davri har 4 tada bo'ladi, har 4 tada takrorlanadi. Shuning uchun biz qilamiz, mana bu darajasini 4 ga bo'lishimiz kerak. 2220 bo'lganda 4 ga bo'linadi, to'g'rimi? Demak, 4 ga bo'lganimizda oxirida qoldiq, 2 qoldiq. Mana shu qoldiq darajasi hisoblanadi. Ya'ni 2 ni kvadrat 4. Mana bu yerda ham kvadrat qolganda 2 ning ikkinchi darajasi 4 chiqdi-yu. Demak, oxiri 4 bilan tugar ekan mana bu. Xo'p, demak keyingisi 9 da nima deyapti? Sonini 5 ga va 9 ga bo'lganda qoldiqlar yig'indisini topib bering debdi. Mana son beryapti. 4, 7, 6, 8, 3, 9, 2. 5 ga bo'lganda qoldiq, eslab qolamiz. Oxirgi raqamni 5 ga bo'lganda qoldiq bilan bir xil. Mana 4,768,390 bo'lganida 5 ga bo'lib ketadi, to'g'rimi? Shuning uchun bunday qoldiq necha qoldi? 2 qoldi. Shuni 9 ga bo'lganda qoldiq hisoblanadi. Endi 9 ni qanaqa hisoblaymiz? Bo'lib chiqish shartmi shu? Katta son. Ha. Yo'q, mana Otabek shunchaki raqamni yerimizni hisoblasam bo'ladi. Mana bu raqamdan qo'shib chiqaylik. 11, 17, 25, 28, 37, 39. Mana shu raqamlar yig'indisini 9 ga bo'lgandan qoldiq bilan bir xil bo'ladi.
Tushundingmi? 39 9 ga bo'lsak 1/4 chiqolib qolar ekan. Sizlar yig'imini topinglar deyaptimi? Demak 2 ga 3 qo'ysak 5 ekan. Bejavob. Aha, 10-misolda oxirgi raqamni topib bering debdi. Mana deb. 555 ni 555-siga qo'shishimiz kerak ekan 444 ni 444-darajasi. Mana bu 5 kelsa, bolalar lotereya bu. Ya'ni 5 da har qanaqa darajasi va 5 bilan tugaveradi. Qanaqa darajada bo'lishini qiziq yo'q. Oxirgi raqamga qarangizlar faqat. 5. 4-chi? Sho'rda 444-dasini ko'rishimiz kerak. 4da birinchisi 4, kvadratchi 16, kubichi o'zi yana 4 qaytib keldi. Ya'ni 4da ham davri har ikkitada. 4 ham har ikkitada takrorlanadi. Endi qaranglar. Darajasi to'q bo'lsa 4 bilan tugar ekan, juft bo'lsa-chi 6 bilan tugar ekan-da. 444 juft sonmi? Demak 6 bilan tugar. Hozir hisoblar qilsam oxirida 6 bilan tugar ekan, demak. 6 bo'lsa 5 ga 6 dan qo'shsam 11. Buni ham qo'shib bering deganmiz. Sonning oxirgi raqamini toping. 1 bo'ladi. Da, 1 bo'ladi. 11 dan oxirgi raqam olishimiz kerak. 1 da o'zini olishimiz kerak. Xo'p, sonini 15 ga bo'lganda qolib toping deyapti. Bu ham xuddi mana mana 31, 32, 33, 34 ni 15 ga bo'lganimizda qolib hisoblashimiz kerak ekanda. Ya'ni hammasini ko'paytirib o'tirish shart emas. Har birini alohida bilamiz. Endi 31 da 15 ga bo'lganda qoldik. 1. 32 ni 15 ga bo'lganda qoldik. 2. 33 ni 15 ga bo'lsam 3. 34 ni 15 ga bo'lsak 4. Shuni yana 15 ga bo'lishimiz kerak. 2, 6, 24. 24 ni 15 ga bo'lsak bittadan bo'lib 9 olib qolyapti. Demak, natija 9 ekan. Xo'p, 12 da nima deyapti ekan? Sovg'alarni qutilarga 4 tadan taxlabdi, 5 tadan taxlabdi, 6 tadan taxlabdi. Har safar ikkita sovg'a yetmayapti ekanda. Bunga ko'ra sovg'alarning kamida nechta bo'lgan deyapti. Xo'p, ana. Qutiga solib chiqamiz-da. 4 ta, 5 ta, 6 tadan solsa bo'ladigan bo'lsa, mana. Tasavvur ikkita sovg'a yetmayapti degan sharti yo'q. Shunchaki o'zi 4 tadan ham solsam yetyapti, 5 tadan ham solsam yetyapti, 6 tadan ham solsam yetyapti. Hammasiga 200 olmish kerak, to'g'rimi? Hammasiga bo'linadigan eng kichik son. Yana 200 deymiz. 4, 5, 6 sonlari. Necha bo'ladi? 69 bo'ladimi? Bu endi 4 ta, 5 ta, 6 tadan to'la qila olsa, shuni 60 ta bo'lar ekan. Lekin ular nima deyapti? Ikkita yetmay qolyapti deyapti. Demak, 60 tadan ikkita kam ekanda, to'g'rimi? 60 tadan ikkita qilsak 58 ta konfet bo'lsa, har safar ikkitadan yetmay qolaveradi. Ajoyib. Agar ikkitadan ortib qolyapti degan deydi, 62 ta bo'ladi. Ya'ni farqi bor. Ortib qolyapti desa 62 ta ikkita. Nima deyapti? 13-misolda 4 faktorialni 5 faktorialninchi darajasi, 4 faktorialni 5 faktorialninchi darajasini oxirgi raqamni toping deyapti. 4 faktorial 1 dan 4 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasida shuni nechun beradi? 24. 5 faktorial degan o'sha 24 ga yana bitta 5 ko'paytirish kerak. 120. Oxirgi raqam necha? Shuning uchun oxirgi raqamni topish uchun 4 ni 120 o'qishdan bo'laveradi. Va oxirgi raqam kerak-ku. Endi buni ko'rdik. 4 ni birinchisi necha edi? 4 kvadratchi o'zi 2 deydi, davri. Ya'ni darajasi to'q bo'lsa 4 bilan tugaydi, juft bo'lsa 6 bilan tugaydi. 120 juft sonmi? Demak, oxiri 6 bilan tugaydi. Javob. 14 aytayapti. Qanday? Zo'r ekanman. Darajasi kelayapti. 2 ni 3-sini 4-si deyapti. Plus 4 ni 3-sini 2-si deyapti. Bu nima degan bolalar? Avval tepadagi darajada hisoblanadi. Tepadagi. Ya'ni mana buni yozib kerak. 8 ni 4-si yozib qo'yishimiz kerak, tushundingmi? 2 nechinchi bo'lar ekan? 3 ni 4-chi darajasi. 81-chi plus 4 ni 9-chi darajasi. Endi 2 ni takrorlanish davri necha edi? 4 ta deydi, to'g'rimi? Mana 2 birinchi 2 4. Men sabit qarang, mana bu tepada darajani hisoblaysiz. 3 ta 4-chi darajani hisoblaysiz. 3 4 81, to'g'rimi? O'sha darajasi yozaman. 2 81. Keyin 3 ta kvadratini hisoblaysiz. 4 9. Tepadagi darajada birinchi hisoblanadi, tepadagi. Endi 81 bo'lsa, 81 4 ga bo'lsa necha qolib qoladi? 1. Demak, mana bu bilan tugaganmi?
2 bilan tugagan. Xo'p, 4 qanaqa edi? Darajasi toq bo'lsa 4 bilan tugar, juft bo'lsa 6 bilan. Bu 9 taqsommi? Demak 4 bilan tugagan. O'sam 6 bo'lar ekan. Shunda siz javob. Hop, keyingisi 15. 3 ta 100 darajasi. Mana 3 ta 100 darajasi plusdan 7 ni 101 darajasi. Sonning oxirgi raqamini topib bering, deyapti. Endi 3 ta takrorlanish davrini bilishimiz kerak endi, to'g'rimi? 3 ga mana yozib olamiz. 3 ta birinchisi 3 edi, kvadratchi 9, kubi 27, 7 bilan tugadi. 4-inchisi 81, 1 bilan tugadi. 5-inchisi 243, 3 bilan tugadi. Takrorlanib keldimi yana 3? Har 4 ta takrorlanib kelar ekanda. Endi 100 ni 4 ga bo'lamiz. Qolgan nech qoladi? 0. Agar qolmay qolsa bolalar, oxirgisi olamiz, tushunadingmi? Chunki 4 ga bo'lganda hech qachon 4 qolmaydi. Shuning uchun oxirgisi olmaydi. Ya'ni nech bilan tugar ekan? 1 bilan. 1 bilan tugar. Endi 7 ni darajadan ko'rishimiz kerak. 7 ni birinchisi 7, kvadrati 49, kubichi 49 ni 9 ni 7 ga ko'paytiringlar. 3. Oxiri kerak-ku, to'g'rimi? Bosh kerak emas bizga. 4-ni hisoblaymiz. 1 bo'ldi. 5-ni hisoblaymiz. Yana qaytib keldi. Demak, bu ham har 7 ta, har 4 ta takrorlanar ekan. Endi 101 ni 4 ga bo'lsam 1 qoldi. Demak, birinchi darajasi 7 bilan tugaydi. Demak, 1 ga 7 ni qo'shib qo'ysam javob 8 ekan. D javob. Hop, 16-misol. Oxirgi raqam 2 ga teng bo'lgan 41 ta natural sonni ko'paytmasi qanday raqam bilan tugaydi, deyapti. Qara, mana qayerga ketyapti endi? Oxirgi raqam 2, masalan 2, 12, 22, to'g'rimi? Shunaqa 41 ta sonni ko'paytirsam, hammasi 2 2 bor-ku, to'g'rimi? 2 ni 41 bo'ladimi? Hammasini ko'paytiradigan bo'lsak, mana 2 ni 41 darajasini tasavvur qilsam bo'ladi, oxirgisini. Endi 2 har nechta takrorlanadi? 4 ta. 10 bu 40 bo'lib, demak 1 qoldi qolar ekan. 1 qoldi degani bu 2 ni birinchisi, ya'ni 2 ni o'zi bilan tugaydi. Ajoyib. Hop. 17-inchisi. Sonini 10 ga bo'lgandan qolib toping, deyapti. 1111, 2222, 3333, 4444. Shuni 10 ga bo'lgandan qoldi. 10 ga bo'lgandan qoldi eng oson. 10 ga bo'lganimizda har doim oxirida raqam qolib ketadi. Tushundingmi? Ya'ni 1111 da 10 ga bo'lsam, qoldi 1 qoladi. Buni 10 ga bo'lsa 2, bunisi 10 ga bo'lsam 3, bunisi 10 ga bo'lsa 4, shuni ya'ni 10 ga bo'lamiz. 6 24. 24 10 ga bo'lganday qoldi. 4 qoldi. Demak 4 B javob ekan. Xo'p, 18 nima qilar ekanmiz? Sonini qaysi songa qo'shilsa, yig'indi 7 ga qoldiqsiz bo'linadi, debdi. Bu yaxshi olib o'xshaydi. 147773, 147776 soniga qaysidir son qo'shilsa, bu ko'paytirib ham o'rtasi. Qaysidir son qo'shilsa, nima bo'lar ekan? 7 ga qoldiqsiz bo'linib ketar ekanda. Xo'p, 7 ga bo'lishi nima bo'lish kerak? 7 ga bo'lish qoidasi bormi bizda? O'z qanday? 147773 ga eng yaqin 7 ga bo'linadigan son necha bo'ladi o'zi? Mana son emasmi? 147770 son emasmi? Chunki qanday? 140 ming to'g'ri 7 ga bo'linadi, to'g'rimi? Mana 7likchi 7770 ham. U ham bo'linadi. Shuning uchun mana bu sonni plus 3 qo'nishga yozib oldim, mana. Bo'lsa, xo'shna qolamiz. 147770 plus 6 deyman. Plus x. Taqsim 7. Yana mana bu ko'paytmani 7 ga bo'lgandan qolib ne chiqadi? Bu chiqadimi? Ko'paytirib. Bu 7 ga bo'lgandan qolibchi 6 plus x taqsim 7. 18 plus x taqsim 7. Endi x ni necha olishim kerak 7 ga bo'linish uchun? 3 olamiz-da. Shuni 21 bo'ladi, 7 ga bo'lib ketadi. Tushundingmi? Demak 3 ta olishimiz kerak ekan. Hop, 19.
19 aytyapti. 2 sonning 7 ga bo'lganda mos ravishda 2 va 4 qoldiqlar qoldi. Bu sonlar ko'plar yig'indisang 7 ga bo'lganda qoldiq toping deyapti. Demak, hali 7 ga bo'lganda 2 qoldiq qolishi uchun sonni o'zi 2 bo'lishi kerak. Eng sharikini o'zi. Chunki 2 ni 7 ga bo'lsa 2 qoldiq. 4 qoldiq qolish uchun 4 bo'lishi kerak. Endi bu sonlar ko'plarini yig'indisini deyapti. Ya'ni 2 ni ko'pi plus 4 ni ko'pini 7 ga bo'lganda qoldiq hisoblaymiz. Bu necha? 8 64 72 taqsim 7 2 Allohim. Salim. Xo'p, ifoda oxirgi raqamni toping. Yaxshi savol. Bu uzun yozgan bilan bo'ldi. Umuman qo'rqinchli savol emas. Nimaga? Mana 2 bilan 5 ko'paytirsa necha beradi? 10 bo'ladi, to'g'rimi? Mana bir dunyo narsani ko'paytiryapman hozir. Bitta nol qatnashdi, to'g'rimi? Hammasini o'qiyapman. Ya'ni oxirgi raqam baribir nuqta nechadir bo'ladi, oxiri 0 bo'ladi. Endi bunisiga qarasalaring, faqat qarang sonlarga 90larga ko'ryapsizmi? Faqat 90lar ko'paytirsak, 3 ga 5 necha? Bitta 5 qatnashib olgandan keyin hammasi 5 bo'laveradi. Oxirigacha ko'paytirsalaring, baribir oxirgi raqami 5 bilan tugaydi. Endi ikkalasini qo'shyapti. Demak, 0 ga 5 qo'shib qo'yadigan bo'lsam, oxirgi raqam 5 bilan tugaydi. Tushunarlimi bo'ldi? Hech kimda savol yo'qmi? Mayli, e'tiboringiz uchun rahmat.